هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Tariq tafsiri 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende dehqonlarga Ibn Kathir rahimahullohning Qur'oni Karim tafsiri Uyg'urcha tarjimasi Tariq surasi 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi minashshaytonirrojim. Sure Tariq Mekke'de nazil bo'lgan 17 oyat. Sure Tariqning fazilati to'g'risida. Nasa'i Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilarga imom bo'lib mag'rib namozini o'qib berganda namozga sura Baqara bilan sura Nisoni o'qidi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Ey Muad, sen kishilarni fitnaga salay demsan, kishilarga namoz o'qib berganda Tariq, Shams, Duha va shuningga o'xshash suralarni o'qib bersang bo'lmasmidi?" dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Osmon bilan, Tariq, ya'ni kechida oshkor bo'g'ichi yulduz bilan qasam qilaman. Tariqning nimaligini bilamsan? U yoruq yulduzdir. Har bir odam bilan shu odamni saqlag'uchi farishta bor. Inson nimadan yaratilganligiga qarasin. U etilib chiqqichi man'idan yaratildi. U man'i umurtqa bilan qovurg'a so'nkining orasidan chiqadi. Shak shubhisizki Alloh uni asliga keltirishga, ya'ni terildirishga qodirdir. Sirlar oshkor qilingan kunda, ya'ni qiyomatda uningdan, ya'ni insondan azobni dab'i qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. Allah Ta'alaning yo'lga qo'ygan tuzumlari bilan qo'rshalganligi bilan qasam qilganlik to'g'risida. Allah Ta'ala osmon va uningda bor bo'lgan mang'uchi yulduzlar bilan qasam qilib mundaq dedi. Osmon bilan Tariq, ya'ni kechida oshkor bo'g'ichi yulduz bilan qasam qilaman. Tariqning nimaligini bilamsan? Allah Taala Tariqning qandaq narsa ekanligini bayon qilib mundaq dedi. U yoruq yulduzdir. Qatada va boshqalar Tariq kechida ko'rinib turadigan, kechida ko'rinib, kunduzda yoshirinib oladigan yulduzlardir dedi. U yoruq yulduzdir. Ibn Abbas u nur chashqichi yulduzdir dedi. Ekrima u nur chachqichi va shaytonni ko'ydirguchi yulduzdir dedi. Har bir odam bilan shu odamni saqlag'uchi farishta bor. Ya'ni har bir jonga Alloh Taolo tarafidan qo'yilgan, uni balo qazolardan saqlaydigan bir saqlag'uchi bordir. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq dedi. Her bir odamning oldi keynida Allah'ның emri boyunca onu qo'g'daydigan növetçi farishtalar bor. İnsanның yaratilgan maddasi bo'lsa, Allah Taalaning onu qayta yaratishga qudratining yetadiganligini isbotlab beradigan bir pokit ekanligi to'g'risida. İnsan nimadan yaratilganligiga qarasin. Bu
insonga uning asli yaratilgan moddasining nihoyatda oddiy bir narsa ekanligini eskartishdir va uningga o'zining qayta terildirilganligini e'tirof qilg'izishdir. Chunki insonni dastlab yaratishga qodir bo'lgan Alloh taolo uni qayta terildirishga albatta qodirdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi: Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin terildiradigan Alloh ana shudir. U, ya'ni maxluqotni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. U etilib chiqqichi man'idan yaratildi. Ya'ni man'i ayoldan etilib chiqadi. Shuning bilan Alloh taolaning izni bilan u ikkisining orasida bola tug'iladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: U man'i umurtqa bilan qovurg'a so'nkining orasidan chiqadi. Ya'ni u man'i erning umurtqisidan, ayolning ikki ko'ksining orasidan etilib chiqadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Shabib ibn Bashar va Ikrima ibn Abbasning erning umurtqisidan, ayolning ko'ksi ostidan chiqqan man'ining rangi seriq, suyuq bo'ladi. Bala mush suyuq man'idan bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Shek shubhisizki Alloh uni asliga keltirishga, ya'ni terildirishga qodirdir. Ya'ni shek shubhisizki Alloh taolo etilib chiqqan man'idan yaratilgan mushi insonni qiyomat kuni qayta terildirishga albatta qodirdir. Chunki insonni dastlab yaratishga qodir Alloh uni qayta terildirishga albatta qodirdir. Alloh taolo o'zining insonni qayta yaratishga qodir ekanligini ko'rsatadigan mushining o'xshash dalil paketlarni Qur'onning ichida bir necha o'rinda bayon qildi. İnsonning qiyomat kuni hech nimaga qodir emasligi va uningga hech bir yordam qilinmaydiganligi to'g'risida. Sirlar oshkor qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda, ya'ni qiyomat kunida barliq sirlar oshkor qilindi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni har bir xiyonatchining sag'risiga bir bayroq qadilib, mana bu falonining balasi, falonining xiyonati deyiladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Uningdan, ya'ni insondan azobni dab'i qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. Ya'ni qiyomat kuni inson Alloh taolaning azobidan o'zini o'zi qutuldira olmaydi va uningga boshqa birisi yordamni bera olmaydi. Yağmurluq bulut bilan qasamki, yerlib giyolarni undirib chiqaradigan zimin bilan qasamki, Qur'on shak shubhisiz haq bilan botilni ayirg'uchi so'zdir. U chaqchaq emasdir. Ular, ya'ni mushriklar Qur'onni yo'q chiqarish uchun haqiqatan hiyla mikr ishlatadi. Men ularning hiyla mikriga taqobil turman. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarning halok bo'lishiga oldirmag'in. Ularga azroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qiladiganligimni ko'rsan. Qur'onning haq ekanligi va uningga qarshi chiqqanlarning mat bo'ladiganligi to'g'risida. Yağmurluq bulut bilan qasamki, İbn Abbas bu oyatning ma'nosi yağmurluq osmon bilan qasamki deganlik bo'ladi dedi. U yana bir rivoyatida bu oyatning ma'nosi yağmurluq bulut bilan qasamki deganlik bo'ladi dedi. Yana bir rivoyatida bo'lsa bu oyatning ma'nosi orqa yağmur yağdırib turadigan osmon bilan qasamki deganlik bo'ladi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada u her yili bandalarning rizqlarini elib keladigan bulutdir. Agar u bulut shundoq qilmay qolsa,
ular va ularning mollari halok bo'ladi dedi. Yerilib giyolarni undirib beradigan zimin bilan qasamki, Qur'on shak shubhisiz haq bilan botilni ayirg'uvchi so'zdir. İbn Abbas bu oyatning ma'nosi Qur'on haq so'zdir deganlik bo'ladi dedi. Bu vaqtda Qatadimi shunday dedi. Boshqalar bu oyatning ma'nosi Qur'on adil bir hukm kitobidir deganlik bo'ladi dedi. U chaqchaq emasdir, ya'ni u haqiqatdir, amaliyatdir. Andın Allah Teala kafirlarning Qur'onni inkar qiladiganligidan va uning yo'lidan to'sadiganligidan xabar berib bunday dedi. Ular, ya'ni mushriklar Qur'onni yo'q chiqarish uchun haqiqatan hiyla mikr ishlatdi. Ya'ni ular kishilarni Qur'onning qarshisiga chaqirish uchun ularga hiyla mikr ishlatdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarning halok bo'lishiga oldirmag'in. Ya'ni ularga muhlat bergin va ularning halok bo'lishiga oldirab ketmagin. Ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qanday qiladiganligimni ko'rasan. Ya'ni ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga kelgan azob, jazo va halokatni ko'rasan. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Alhamdulillah. Allah Teala şükürler bo'lsin. Shuning bilan sura Tariqning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura A'la tafsiri 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.